Selam dostlar, biz Farhat ham Farhat. Cemaat, assalamu alaykumlar. Bu Qo'batdan vlog, bu Qo'batdan madaniy vlog. Biz bugün Qozonimizning bitta go'zal, bitta motor yerlarida kelib keldik. Qozon milliy kitobxonasining terrasasida bugün alternativ yo'nalishda taqdim etuvchi G'avg'o turkumining konserti. Bunday g'odiy konsert bu albomning prezentatsiyalari. Agarcha men ular bilan o'zim shaxsiy tanishdim, lekin mana vaqtda kirib ketgandir bugun. Ana shu mezgillarda bo'lacaq G'avg'o turkumini qo'shiqlar. Ularning 90% tinglovchisi оказывается xotin qizlar ekan. Biz ana bugun konsertda tekshirib qararmiz. Balkim 90% tugul, 90 xotin qizlar ekan. Voy, mana xotin qizlar ekan. Tekshiramiz, Sirajda-ku. Началось лето, мы ее открыли. У нас здесь очень много разных блюд скоро будут проводиться. Будут лекции, будут встречи, будут мастер-классы, будут концерты, моя любимая часть. Поэтому, пожалуйста, приходите почаще. А что, она сама реагирует? Да. Кого хочу, того снимаю. G'avg'oning nindi jurlarini bilasiz? Вообще ни одного. Вот тебе и друзья, deyirsin. Ana sizlar bo'lasini ham sizga ko'rsataman deb turgandim. Bunalar bo'lasiz. Bunda o'qiyapsizlar. Bu bikshab. Taksim narsa bizning ish qarshi oldilar bunda. Belish pishirganda qorraga yoradi biraz. Yigitlar, to'xtanglar, tinglangiz, birgina so'rov. Siz G'avg'oning konsertiga borasizmi? Albatta. Xalq jiyla. Kiringni jiyla. Nemin tinglovchilari da bor bunda. Kızlar, siz G'avg'oning dindirlarini bilasiz. 90% поклонниклары bizda. Tinglovchilari, xotin qizlari mana ular haliga jiyila boshladi. Haliga 30% qana jiyildi. Tezdan ularning 90% to'liq sostavda G'avg'oning konsertin rahatlanib qarab tinglayashaq. Men maxsus shulay so'zlamayman. Bizning mana bu kadr tog'inda sinzilsin uchun 30 sekund bo'lsin uchun. Cemaat, biz endi konsertning oxirina qadar o'tira olmadik. Bizning o'zimizning ishlarimiz bor. Lekin men ketgan orada xalq hamon o'g'ila, xalq hamon kela, ular borasida G'avg'o turkumi qarorga keladilar.
һәм нәрсә күземә ташландаймы шундук менә алдагы рәтләр концерт барышында инде алдагы рәтләр гауганың репертуарын рәхәтләнеп җырлыйлар, яттан беләләр. Шәриш, димәк, әлеге төркемне яраталар, әлеге төркемне көтәләр, кабул итәләр. Миндә инде беләсең, менә кызганычка каршы егетләр белән аралашып булмады, сөйләшенгән иде, ләкин концерт ничәгә кадәр бара икән, анысы билгесез. Шуңа күрә мин әлеге төркемгә бар тик иҗади уңышлар гына теләп калам. Сезнең барысы да алда әле. Безнең татар халкы тиздән яратып альтернативаны да тыңлый алачак рәхәтләнеп. Әссәламу алейкум, киләсе очрашуларга кадәр. Менә шундый ул безнең мәдәни влогыбыз.